Yaxshi, yaxshi eshitilyapti. Yaxshi eshitilyapti. Boshlandi. Bahramjon Sanjay, O'ladi. 10 kishi bo'ldik. Alisher ekanlar, unga siz boshlab tursangiz, hozir iltimos. Aha. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Abdulato'lovich, assalomu alaykum. Yaxshi Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, Oysher, charchamasdan. Hamma kengash a'zolariga salom, alangali. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Xudo xolasa. Alisher uzrli sababga ko'ra qatnasha olmayaptilar, yig'ilishda bo'lib qoldilar. Shunga men o'zim ham safarda edim. Onlayn bo'lsa ham boshlab turishga ruxsat berasizlar, ilmiy kengash a'zolari. Bugungi ilmiy kengashimizda tarkib 11 kishidan iborat bo'lib tasdiqlangan. Bugungi ilmiy kengashda 10 kishi ishtirok etyapti. Ya'ni kvorum bor. Qanday takliflar bo'ladi? Tasdiqlash, boshlash. Rozi bo'lganlar qo'l ko'tarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. E'tiboringizga quyidagi kun tartibi taklif qilinmoqda. Birinchisi bu 14:00:35 bolalar xirurgiyasi ixtisosligi bo'yicha, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, ilmiy darajasiga talabgor Andijon davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi Yo'ldashev Muzaffar Abduvahobovichning bolalarda quyi anorektal nuqsonlarini tashxislash va jarrohlik usulida davolashni asoslash mavzusidagi dissertatsiya ishining himoyasi. Ilmiy rahbar tibbiyot fanlari doktori dotsent G'ofurov Adham Anvarovich, rasmiy opponentlar tibbiyot fanlari doktori professor Akilov Habibullo Atullayevich va tibbiyot fanlari doktori dotsent Allaberganov Odilbek Tajiddinovich. Yetakchi tashkilot Ozarbayjon tibbiyot universiteti. Kun tartibidagi ikkinchi masala 14:00:35 bolalar xirurgiyasi ixtisosligi bo'yicha, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga talabgor Toshkent davlat tibbiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi Ne'matov Alisher Shermuhammadovichning bolalarda Girshprun kasalligida qorin oraliq proktoplastikasidan keyingi asoratlar sababi va ularni korreksiya qilish uslublari mavzusidagi dissertatsiya ishining himoyasi. Ilmiy rahbar tibbiyot fanlari doktori dotsent Allaberganov Odilbek Tajiddinovich. Rasmiy opponentlar tibbiyot fanlari doktori professor Ergashev Baxtiyor Berdaliyevich va tibbiyot fanlari doktori dotsent Sapayev Otabek Qodirovich. Yetakchi tashkilot Samarqand davlat tibbiyot universiteti. Kun tartibi bo'yicha qanday takliflar bor? E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Yo'q bo'lsa, qo'l ko'tarib tasdiqlab qo'yishimizga so'raladi. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Xo'p, mustaqil izlanuvchi Yo'ldashev Muzaffar Abduvahobovichning shaxsiy ish materiallarini bilan tanishtirish uchun so'z Murodjon Fazilovich. Marhamat, Murodjon Fazilovich. Rahmat Bahrom Mustamovich, Yo'ldashev Muzaffar Abduvahopovich 1980-yilda tug'ilgan, ma'lumoti oliy. 2006-yilda Andijon davlat tibbiyot instituti fakultetini imtiyozli tamomlagan. 2006-yildan 2009-yillarda Andijon davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgiya kafedrasida bolalar xirurgiyasi mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tamomlagan. 2010-yildan buyon Andijon davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgiya kafedrasi assistenti lavozimida ishlab kelmoqda. 2021-yildan Andijon davlat tibbiyot institutining bolalar xirurgiya kafedrasi mustaqil izlanuvchisi sifatida ilmiy faoliyat olib bormoqda. Bolalarda quyi anorektal nuqsonlarini tashxislash va jarrohlik usulida davolashni asoslash nomli dissertatsiya mavzusi 21-yilda tasdiqlangan. Ilmiy rahbar sifatida tibbiyot fanlari doktori dotsent G'ofurov Adham Anvarovich tasdiqlangan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 12 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 5 ta maqola, jumladan 4 tasi respublika va bittasi xorijiy jurnallarda nashr etilgan. Yo'ldashev uylangan, 4 nafar farzandi bor. Izlanuvchi tomonidan taqdim etilgan hujjatlar tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish
tartibi to'g'risidagi O'zbekiston Respublika Oliy attestatsiya komissiyasining nizom talablariga javob beradi. Bo'ldi, Bahrom Musoyevich. Rahmat, Murodjon Qodirovich. Muzaffar Abduxovichning shaxsiy materiali bo'yicha savollar bormi? Hammasi tushunarli. Unda so'z Muzaffar Abduxovichga marhamat, sizga 20 daqiqa vaqt o'zingizni ish asosiy joylarini doklad qilib berish uchun. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, ustozlar. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, tug'ma nuqsonlar va anomaliyalar tarkibida anorektal malformatsiyalarning nisbati 7% dan ortmoqda va ko'plab tug'ma kasalliklar asoratlari kabi yashab qolgan chaqaloqlarning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu anorektal malformatsiyalar bo'yicha jarrohlik amaliyotlaridan keyingi asoratlar darajasi uning yuqori turlariga nisbatan ancha past bo'lsa-da, funksional faollik, inkontinensiya, defekatsiya bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etilayotganiga qaramay, anorektal kanalning tiklashda to'qimalarni saqlab qolishga qaratilgan radikal operatsiyalar hajmini aniqlash, yaqin va uzoq funksional natijalar hamda hayot sifatini ta'minlovchi taktik va uslubiy yondashuvlar o'z yechimini topmagan. Shuning uchun jarrohlik taktikasining individual asoslanishi nafaqat anatomik tiklanish, balki bolani hayot sifati va ijtimoiy moslashuvini ta'minlash imkonini beradi. Ushbu ilmiy jihatlar tadqiqotning maqsad va vazifalarini belgilab berdi. Tadqiqotning maqsadi bolalarda quyi anorektal nuqsonlarni tashxislash sifatini oshirish, bir bosqichli jarrohlik taktikasini takomillashtirish orqali operatsiyadan keyingi natijalar hamda hayot sifatini yaxshilash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari bolalarda hazm trakti tug'ma nuqsonlari tarkibida anorektal malformatsiyaning quyi shakllari tarqalishini o'rganish, operatsiyadan keyingi asoratlar rivojlanish sabablarini tahlil qilish. Bolalarda anorektal malformatsiyalarning quyi shakllarini tashxislashda rentgenologik va ultrasonografik vizualizatsiya usullari samaradorligini baholash. Quyi anorektal tug'ma nuqsonlarda texnik jihatdan takomillashtirilgan bir bosqichli radikal jarrohlik usullari samaradorligini asoslash. Quyi anorektal tug'ma nuqsonlarda xirurgik davolash natijalarini tahlili asosida bolalar hayot sifati va anorektal tizim funksiyasini yaxshilash bo'yicha diagnostik va taktik algoritm ishlab chiqish. Birinchi yo'nalishda quyi malformatsiyalar uchrashi bo'yicha 10 yillik o'rganildi. Andijon viloyat bolalar ko'p tarmoqli Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, mikrofoninglarni o'chirib olinglar. Andijon viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga 2015-2024 yillar mobaynida tug'ma rivojlanish nuqsonlari bilan jami 1106 nafar bemor bolalar yotqizilgan. Slayddan ko'rinib turibdiki, tug'ma nuqsonlar bilan yotqizilgan barcha bolalarga nisbatan quyi malformatsiyaning ulushi 12% ga tashkil qilgan bo'lsa, faqatgina hazm trakti tug'ma nuqsonlari orasida esa 26% ni tashkil qilyapti. Retrospektiv tahlil xulosalariga ko'ra operatsiyalardan so'ng asoratlanish va funksional qoniqarsiz natijalarning kuzatilishi ko'p uchragan. Shu tufayli yaqin va uzoq muddatlarda me'yoriy kontinensiya hamda qoniqarli hayot sifatini ta'minlovchi a'zoni saqlab qolishga qaratilgan radikal jarrohlik usullarini tanlash va asoslash tadqiqotning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Tadqiqotga istisno qiluvchi mezonlarni inobatga olgan holda jami 127 nafar quyi anorektal malformatsiya bilan davolangan bolalar kiritildi. Ularda tug'ma nuqsonlarni tashxislash va davolashdagi uslubiy yondashuvlar o'zgarganligi tufayli klinik materiallar ikki guruhga bo'lib o'rganildi. Nazorat guruhini retrospektiv ma'lumotlarga asosan 2015-2019 yillar mobaynida shifoxonaga keltirilgan jami 68 nafar bemor bolalar, asosiy guruhni esa 2020-2024 yillarda davolangan 59 nafar bemor bolalar tashkil qildi. Shuningdek, davolash natijalarini me'yoriy ko'rsatkichlarga qanchalik yaqin bo'lishini baholash uchun ichak funksiyalari me'yorda bo'lgan 20 nafar amaliy sog'lom bolalardan referens guruh shakllantirildi. Bemorlarning yoshi va jinsiga ko'ra taqsimoti shuni ko'rsatdiki,
Jami bemorlarning 55% chaqaloqlarga to'g'ri kelgan. O'g'il bolalar hissasi qiz bolalardan qariyb 2,5 marta ko'proq ekanligi aniqlandi. Malformatsiyaning shakliga ko'ra, nazorat guruhida perineal oqmali shakllari o'g'il bolalarda 9 ta, qiz bolalarda 2 tani, asosiy guruhda esa mos ravishda 8 ta va 4 tani tashkil qildi. Vestibulyar shakli asosiy guruhdagi qiz bolalarni 9% da, nazorat guruhida esa 4% da aniqlandi. Har ikki guruhda ham anosatreziya oqmasi turi ko'proq uchragan va mos ravishda 36% va 24% ni tashkil qilgan. Nuqsonni bu shakli o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan qariyb 3,5 marta ko'p uchrashi kuzatildi. Tadqiqot vazifasidan kelib chiqib, biz tomonimizdan jami 30 ta chaqaloqda Van Gesten bo'yicha invertografiya va pronlateral rentgenografiya o'tkazildi va ularning diagnostik samaradorligi qiyosiy baholandi. Pronlateral rentgenografiya o'tkazish uchun chaqaloqlar qorin bilan chanoq sohasiga ko'tarilgan holda yotqizilib, apparat tubusi yon tomondan trachanterial fokusda tasvirga olinadi. Tahlil natijalariga ko'ra invertografiya usulida 21 bemorda to'g'ri tashxis qo'yilgan, 9 ta holatda esa manfiy natija qayd etilgan. Shuningdek, pronlateral rentgenografiyada 97% da to'g'ri natija qayd etilgan, invertografiyada to'g'ri tashxis qo'yish ehtimoli pronlateral rentgenografiyaga nisbatan 23% ga kam ekanligi kuzatildi. Olingan natijalardan kelib chiqib, pronlateral rentgenografiya usuli klinik amaliyotda invertografiyaga nisbatan sezilarli darajada samarali ekanligi tasdiqlandi. Shuningdek, transperineal ultrasonografiya usulini diagnostik samaradorligini pronlateral rentgenografiyaning ichak oxiri va teri orasidagi masofani o'lchay olish imkoniyatlari bilan taqqoslash orqali o'rganildi. Rentgenografiyada umumiy o'rtacha masofa 28 mm tashkil etgan bo'lsa, ultrasonografiyada bu ko'rsatkich 11 mm ekanligi qayd etildi. Ya'ni ultratovush tekshirish usuli masofa malformatsiyani quyi shaklini aniq ko'rsatuvchi yuqori diagnostik ahamiyatga ega usul sifatida namoyon bo'ldi. Taklif qilinayotgan har ikki usulning diagnostik sezuvchanligi va maxsusligi ROP tahlili orqali baholandi. Invertografiya ma'lum darajada ishonchli bo'lsa-da, uning sezuvchanligi 83% atrofida qoldi. Bu cheklov klinik amaliyotda jarrohlik taktikasining asosiy o'zgarishi ehtimolini oshirishi mumkin. Aksincha, pronlateral rentgenografiya sezuvchanlikni 97% va maxsuslikni 100% ko'rsatkichlari bilan tashxisiy aniqlikka ega bo'lib, an'anaviy usulga nisbatan ustunlik qildi. Transperineal ultrasonografiya 92% holatlarda to'g'ri tashxis qo'yish imkoniyatini berdi. Shunday qilib, pronlateral rentgenografiya an'anaviy usullarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega. Transperineal ultrasonografiya usuli esa tashxisiy aniqlik, xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik jihatdan eng maqbul usul sifatida namoyon bo'ldi. Nuqson shaklidan qat'iy nazar, barcha bolalarda radikal korreksiyasi amalga oshirilgan. Slayddan ko'rinib turibdiki, nazorat guruhidagi bolalarda perineal kirish yo'li bilan bajarilgan bir bosqichli anaplastikalar 68% da bajarilgan bo'lsa, kolostomiya va ikki bosqichda o'tkazilgan operatsiyalar 23% da o'tkazilgan. Kolostomiya hamda stomani berkitish kabi 3 bosqichli qorin orali proktoplastikasi 6 nafar bemor bolalarda o'tkazilgan. Asosiy guruhda 2 bosqichli operatsiyalar nazorat guruhiga nisbatan 4% ga kam o'tkazilgan bo'lsa, qorin orali proktoplastikasi kabi yuqori jarohatli operatsiyalar o'tkazilmadi. Navbatdagi slaydda o'tkazilgan operatsiyalar tahlili keltirilgan. Nazorat guruhida nuqsonni oqmasi shakllarida bir bosqichli Diffenbach bo'yicha anaplastika 69% hollarda o'tkazilgan bo'lib, ushbu amaliyot qizlarga nisbatan o'g'il bolalarda ko'proq bajarilgan. Gartman operatsiyasi esa 2 ta holatda o'tkazilgan. Bundan tashqari, 4 ta bemorlarda kolostomiyadan keyingi ikkinchi bosqichda Solomon Lyon bo'yicha yana bitta vestibulyar oqmali qiz bola Stone Benson bo'yicha radikal anorektoplastika bajarilgan. Ko'p bosqichli Romuald Reben bo'yicha qorin orali proktoplastikasi jami 6 ta bolalarda o'tkazilgan bo'lib, ko'pincha muvaffaqiyatsiz anorektoplastika yoki xirurgik asoratlar rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan. Asosiy guruh bemorlarida nuqsonni oqmasi shaklda texnik o'zgartirilgan operatsiyalar 30 nafar bemorda, oqmali shaklda esa 15 nafar bemorlarda bajarilgan. Tadqiqotda radikal kam jarohatli xirurgik usullarni asoslash uchun biz tomonimizdan ayrim texnik yondashuvlar takomillashtirildi. Taklif qilingan usullar mohiyatiga ko'ra oqmasi shakllarida Diffenbach, oqmali shakllarda esa oldingi sagital anorektoplastika operatsiyasining modifikatsiyalari hisoblandi. Ushbu slaydda texnik takomillashtirilgan Diffenbach operatsiyasi texnikasi ko'rsatilgan. An'anaviy usuldan farqli ravishda anaplastikadan oldin qo'shimcha sfinkteroplikatsiya amaliyoti bajarildi.
Bu modifikatsiya sfinkter atrofidagi mushak to'qimalariga alohida uzluksiz choklar qo'yish orqali amalga oshirildi. Keyingi bosqichda choklar ikki tomondan tortiladi va burmalar hosil qilinadi. Natijada sfinkterning mushak massasi funksional jihatdan quvvatlanadi. Bu esa fekal kontinensiyani saqlash imkoniyatini oshiradi. Nuqsonli oqmali turlarida taklif qilinayotgan oldingi sagital anorektoplastika operatsiyasida an'anaviy usuldan farqli ravishda sfinkterning oldingi devori butunligi buzilmaydi. OKda taklif qilgan an'anaviy amaliyotda esa to'g'ri ichak va qin devori o'tkir yo'l bilan kesib ajratiladi. Mobilizatsiyalangan ichak vertikal mushaklardan hosil qilingan egatga joylanadi va mushaklar to'g'ri ichakni qamrab olgan holda bir-biriga yaqinlashtirilib tikiladi. Shu bilan yangi mushak halqasi shakllantiriladi. Taklif qilinayotgan usulda tashqi sfinkter oldingi devori kesilmasdan mushak halqasida teshik hosil qilindi. Ushbu teshik bujlash orqali kengaytirildi. Hosil qilingan kanal orqali to'g'ri ichak oraliqqa chiqariladi. Oraliq to'qimalari qavatma-qavat tiklangandan so'ng anaplastika amaliyoti bajarildi. Bunda texnik yondashuv mushak kompleksining anatomik butunligini saqlab qolish, ikkilamchi sfinkter yetishmovchiligi va yaqin va uzoq muddatlarda ijobiy funksional natijalar ta'minlash imkonini beradi. Bemorlarda xirurgik davolash samaradorligi asosan intraoperatsion va operatsiyadan keyingi yaqin muddatdagi natijalar tahlil asosida baholandi. Operatsiya davomiyligi nazorat guruhiga o'rtacha 96 daqiqa, asosiy guruhda esa 89 daqiqani tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar orasidagi farq statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, asosiy guruhda operatsiya vaqti qisqarganini ko'rsatadi. Qon yo'qotish hajmi ham guruhlar orasida keskin farq qilgan. Nazorat guruhida 220 ml bo'lsa, asosiy guruhda 109 ml gacha kamaygan. Operatsiyadan keyingi og'riqsizlantirish davomiyligi nazorat guruhida o'rtacha 7 sutka, asosiy guruhda esa 5 sutkani, ya'ni 2 sutkaga qisqarganligi aniqlandi. Peristaltikaning tiklanishi bo'yicha statistik farqlanishlar aniqlanmadi. Tadqiqot guruhida operatsiyadan keyingi asoratlarning umumiy tahlili shuni ko'rsatdiki, xirurgik asoratlar nazorat guruhida 17 ta holatlarda qayd etilgan bo'lsa, asosiy guruhda ularning soni 6 tani tashkil etdi. Infeksion va funksional asoratlarning uchrashi bo'yicha guruhlar orasidagi ishonchli statistik farq aniqlanmadi. Xususan, nazorat guruhida 15% da, asosiy guruhda esa 10% da kuzatildi. Bu holat infeksion va funksional asoratlar ko'proq bemorning umumiy holati bilan bog'liq omillar hamda operatsiyadan keyingi parvarishlash jarayoni nuqsonlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Operatsiyadan keyingi umumiy klinik natijalar guruhlar kesimida sezilarli farq bilan namoyon bo'ldi. Nazorat guruhida yaxshi natijalar 57% tashkil etgan bo'lsa, asosiy guruhda ushbu ko'rsatkich 86% ga yetdi. Ya'ni yaxshi natijalarning 1,5 marta ortgani kuzatildi. Nazorat guruhida qoniqarli natijalar 25% tashkil etgan bo'lsa, asosiy guruhda bu ko'rsatkichlar 11% tashkil etdi. Ya'ni takomillashtirilgan usullar qo'llangan guruhda qoniqarli natijalarning soni nazorat guruhiga nisbatan qariyb 2,5 marta kamaygani aniqlandi. Qoniqarsiz natijalarda esa eng katta farq bilan ajralib turdi. Nazorat guruhida 18% holatlarda qoniqarsiz natijalar qayd etilgan bo'lsa, asosiy guruhda ular faqat 3% tashkil etdi. Ya'ni qariyb 7 martaga kamaydi. Bu esa takomillashtirilgan texnik yondashuvlarning an'anaviy usullarga nisbatan klinik samaradorligini yuqori ekanligini ko'rsatdi. Operatsiyadan keyin uzoq muddatlarda xirurgik davolash natijalarining ichak faoliyati va hayot sifatiga ta'siri o'rganildi. Buning uchun PET-square bolalar hayot sifatini baholash so'rovnomasi hamda Bellerning kontinensiya va ijtimoiy moslashuv shkalalaridan foydalanildi. So'rovnoma va shkaladan olingan ball yig'indilari referens guruhida sog'lom bolalar natijalari bilan taqqoslandi. Bemorlarda ichak funksiyasi va hayot sifati o'rtasidagi korrelyativ bog'liqlik o'rganildi. Nazorat guruhida Beller shkalasi ballari o'rtacha 18, asosiy guruh bemorlarda esa 12 ball tashkil qilib, bu ko'rsatkichlar referens guruhga nisbatan sezilarli ravishda past ekanligi aniqlandi. Ya'ni BCS shkalasi bo'yicha 12 balldan yuqori ko'rsatkichlar nazorat guruhini 68% bemorlariga, asosiy guruhning esa 34% bemorlariga to'g'ri kelgan. Referens guruhida bu ko'rsatkichlar 16% tashkil qildi. Yuqori ballarga ega bo'lgan bolalarning asosiy shikoyatlari bo'lib, qabziyat hisoblandi. Ushbu slaydda guruhlar o'rtasidagi hayot sifati ko'rsatkichlari bo'yicha PET-square ballarining farqlanishi keltirilgan. Diagrammadan ko'rinadiki, referens guruhida barcha ko'rsatkichlar bo'yicha hayot sifati 90 balldan yuqori darajada saqlangan.
Asosiy guruhda esa foiz ko'rsatkichlari biroz past bo'lsa-da, dinamikada referens darajaga yaqinlashgan. Nazorat guruhida esa barcha foiz ko'rsatkichlariga hayot sifati referensdan ancha past bo'lib, hatto yuqori foizlarda ham 80 balldan oshmaganligi kuzatildi. PETSQL so'rovnomasining jismoniy salomatlik domeni bo'yicha nazorat guruhi bo'yicha umumiy ball 86 ballni tashkil qildi va referensga nisbatan yuqori statistik farqlanish bilan 6 ballga past ekanligi aniqlandi. Hissiy funksiya bo'yicha asosiy guruhda 90 ball kuzatildi, referensga nisbatan farq 2 ballni tashkil qildi. Nazorat guruhida esa ko'rsatkich referensga nisbatan sezilarli farqlanish bilan 9 ballga past ko'rsatkichga ega bo'ldi. Ta'kidlash joizki, ijtimoiy moslashuv domenining natijalari eng katta farqlarni ko'rsatib, asosiy guruhda 88 ball, nazorat guruhida esa 79 ballga ega bo'ldi. Va referensga nisbatan statistik jihatdan sezilarli farqlanish bilan mos ravishda 3.7 va 13 ballga kam ekanligi aniqlandi. Keyingi rasmda BCS va PETSQL shkalalari bo'yicha ichak faoliyati va hayot sifati o'rtasidagi bog'liqlik chiziqli regression model sifatida ifodalangan. Mazkur modelda BCS ko'rsatkichlari balandlashgani sari PETSQL ballarining pasayib borishi aniq ko'zga tashlandi. Ya'ni ikki shkala ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik barqaror manfiy chiziqli regressiyaga ega bo'ldi. Bu esa BCS ko'rsatkichi oshishi bilan hayot sifatining pasayishi, ayniqsa hissiy va ijtimoiy funksiyalarda yaqqol namoyon bo'lishi, ruhiy jismoniy ijtimoiy moslashuv va hissiy barqarorlikning sezilarli buzilishini anglatadi. Olingan natijalardan kelib chiqib, tashxis va xirurgik taktikani optimallashtiruvchi, asoratlar xavfini pasaytiruvchi hamda uzoq muddatli funksional natijalarini yaxshilashga yo'naltirilgan diagnostik va taktik algoritm ishlab chiqildi. O'g'il bolalarda va qizlarda alohida taktik algoritm ishlab chiqilgan. Ruxsatingiz bilan xulosa va amaliy tavsiyalarga to'xtalmasam, ular avtoriga shaklda tarqatilgan. Rahmat. Marhamat, savollar bor? Rahmat. Salomjon. Bo'lashimiz davom ettiradi. Marhamat, savollar bormi? Mana kengash a'zolari. Assalomu alaykum. Marhamat. Aktyor Bezalovich, marhamat. Ben bir qiziqarli tema. Endi savolim bor. Necha santimetrgacha anal teshigidan sizlar pastki hisoblaysiz? Va qaysi klassifikatsiyani qo'llagansiz? Savol uchun rahmat Baxtiyor Bezalovich. Savoliga javob beradigan bo'lsam, bizning tadqiqotimiz davomida 10 millimetrdan agarda past ko'rsatkichda bo'ladigan bo'lsa, buni biz quyi anorektal nuqson sifatida oldik va klassifikatsiyasi 2020-yilda qabul qilingan Krickenberg bo'yicha klassifikatsiyadan foydalandik. 2005-yilda Krickenberg shkala. Javobdan qolibsizmi? Marhamat, yana savollar bo'lsa, hurmatli kengash. Marhamat, Dilshod. Maddi bir nechta savollar tug'ildi. Referens guruhida son 20 ta deyapsiz. Bu guruhni statistik ko'rsatkichi qanday ahamiyati bor? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, bu tadqiqotni ijtimoiy iqtisodiy ahamiyatga ega dedingiz. Shu nogironlik ko'rsatkichiga to'g'ridan to'g'ri tadqiqotni ta'sirini qanday baholaysiz? Rahmat savol uchun. Tadqiqotimizda 20 nafar referens guruhi shakllantirilgan sog'lom bolalarda ushbu sog'lom bolalarni kasallikni o'tkazgan bemorlar bilan solishtirish maqsadida shakllantirildi va 20 nafar referens guruhi bizga kasallik o'tkazgan bemor bolalar bilan solishtirish uchun yetarli deb topildi. Va 20 nafar referens guruh shakllantirildi. Iqtisodiy savol Xotimada yozgansizda ijtimoiy ahamiyati to'g'risida shu sizni tadqiqotingiz shu nogironlikni kamaytirishga to'g'ridan to'g'ri hissasini qanday baholaysiz? Rahmat. Bilamizki, bu anorektal tug'ma nuqsonlar juda ham muammoli patologiya hisoblanadi. Aksariyat holatlarda bunday bemorlarda operatsiyadan keyingi inkontinensiyadan aziyat chekishadi. Va mana shu biz olib borgan tadqiqot davomida mana shu bir bosqichli anorektoplastika
va undan tashqari diagnostik usullarda vaqt yo'qotmasdan erta muddatda agarda tashxisni erta muddatda qo'yib bularga kam travma yetkazadigan operativ usullarni taklif qilib va amaliyotga tatbiq qilib bundan foydalansak kelajakda mana shu bemorlarimizni mana shu ijtimoiy moslashuvda ham katta qo'shgan bo'ladi. Shuna savol qoniqardingizmi? Marhamat, yana savollar kengash a'zolarida. Marhamat. Kirurg davolash natijalarini funksional ko'rsatkichlar asos qilib olgansiz. Hozir o'zingizdan aytib o'tdingiz. Moslashuv darajasida bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuv darajasi maktabdagi holat o'rganilganmi? Albatta, savol uchun rahmat, Jasurbek Habibjonovich. Albatta o'rganilgan, ushbu dissertatsiyada asosiy va nazorat guruhlari natijalari solishtirilgan va bu guruhdagi asoratlar og'irlik darajasida Klavindindo klassifikatsiyasi bo'yicha qay darajada farq qildi va bu o'rganildi va shu Baylorning ijtimoiy moslashuv domeni asosida o'rganib chiqildi. Marhamat. Yana savol. Yaqin hamda uzoq natijalarni qaytarishdi. Nimaga asoslanib qo'ygansiz? Uzoq natijalar qanchagacha, eng uzoq qanchagacha o'rganasiz? Uzoq natijalaringizni nimalarda endi tenizda vazifaga kirmagan bu o'g'illarda ko'proq uchrayapti hamma turda. Bunga o'zingizni fikringiz qanday? Sababni nima deb o'ylaysiz? Rahmat. Savol uchun rahmat Bahrom Halimjonovich. Savol keladigan bo'lsak, bemorlarda yaqin va uzoq muddatlardagi operatsiyadan keyingi holatlarni o'rganishda eng uzoq muddati 5-6 yilgacha bo'lgan muddatdagi bemorlar o'rganildi va anketa so'rovlari qilinib, ota-onalar bilan bog'lanib va ushbu savollarga javob olindi. Keyingi savol o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'proq uchrashi ushbu bizning tadqiqotimizda 2015-yildan 24-yilgacha bo'lgan o'tgan vaqt davomida o'rganganimizda mana shu o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'proq uchrashi kuzatildi va ushbu holatda Yaxshi natija bergan. yaxshi o'g'il bolalarda ushbu o'tkazilgan tadqiqotimizdagi o'tkazilgan holatlarda operativ davolangandan keyin bemorlarda yaxshi natijalar olganmiz. Ramzanjon, qoniqsiz javobdan. Bormi? Yetarli. Agar yetarli bo'lsa, rahmat, siz o'tirsin. So'z demak, ilmiy rahbari, setantimizni tibbiyot fanlari doktori Ratsen G'afurov Adham Anvarovich bergan. Marhamat. Hurmatli Alisher Mo'minovich, kengash a'zolari, opponentlar va ilmiy izlanuvchilar. Yo'ldashev Muzaffar Abduvahovich shu talabalik davrida ham to'garaklar ilmiy jamiyatiga aktiv qatnashib, shu sohani o'zi tanlagan. Kelgusida mana magistraturani tamomlashdi. Bu ilmiy ishni yakunlashda haqiqatda o'zini katta mehnati yotibdi. O'ylaymizki, bu olingan natijalar amaliyotda keng tatbiq etiladi. O'zi ham kelgusida yosh olimlarni mana magistr aspirantlarni orqasidan ergashtirishga qodir. Uzoq yil kafedrada zavuch bo'lib ishlagan, aktiv konferensiyalarda qatnashib keladi. Asosiy dissertatsiyani qismlari mana Sovetda hozir namoyon etildi. Baho berish Sovet a'zolaridan. Ilmiy kengashga kelgusi ishlarda katta muvaffaqiyat, katta yutuqlar tilakdoshimiz. Rahmat.
so'z dissertatsiya ishi bo'yicha bajarilgan tashkilot, yetakchi tashkilot va avtoritetga kelib tushgan xulosalarni e'lon qilish uchun ilmiy kotib Murodjon Hozirjanovga marhamat. Rahmat Aktarovich. Yo'ldosh Muzaffar Abduvahovichning dissertatsiyasi Andijon davlat tibbiyot instituti qoshidagi onalik va bolalikni muhofaza qilish birlashgan kafedralararo muammolar hayotida 2025 yil 24 aprelda bo'lib o'tgan. Rais tibbiyot fanlari doktori dotsent Mirzakarimov Bahromjon Halimjanov. Taqrizchilar tibbiyot fanlari doktori dotsent Ibragimov Jasurbek Habibjanov. Ikkinchi taqrizchi tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Kadirov Komiljon Zakirjanov. Xulosa: Bolalar jarrohligi kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Yo'ldosh Muzaffar Abduvahovichning tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bolalarda quyi anorektal nuqsonlarini tashxislash va jarrohlik usulida davolashni asoslash mavzusidagi 14.0035 bolalar xirurgiyasi ixtisosligi bo'yicha tayyorlangan dissertatsiya qo'yilgan talablarga mos keladi va ko'rib chiqish uchun keyingi bosqichlarga hamda ixtisoslashtirilgan kengashga tavsiya etish mumkin. Ikkinchi muhokamasi Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosidagi ilmiy seminarida 2025 yil 17 sentyabrda bo'lib o'tgan. Rais tibbiyot fanlari doktori professor Abdullajonov Bahrom Rustamovich. Taqrizchilar tibbiyot fanlari doktori dotsent Sattarov Jamoliddin Bahramovich va tibbiyot fanlari doktori dotsent Ibragimov Jasurbek Habibjanovich. Xulosa: Andijon davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi Yo'ldosh Muzaffar Abduvahovichning bolalarda quyi anorektal nuqsonlarini tashxislash va jarrohlik usulida davolashni asoslash mavzusidagi 14.0035 bolalar xirurgiyasi ixtisosligida tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish hisoblanadi. Mohiyati bo'yicha yaxlit, mazmunan mukammaldir. Oshkora himoyaga olib chiqilgan yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalar majmuidan iborat. Dissertatsiya ishi OAK nizomi talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan. Dissertatsiya ishi Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy kengashga himoya qilish uchun tavsiya etiladi. Bundan tashqari Ozarbayjon tibbiyot universitetidan yetakchi tashkilot xulosasi olingan. Ozarbayjon tibbiyot universiteti bolalar xirurgiya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Ramiz Shamilovli Poloxov tomonidan imzolangan va ilmiy ishlar bo'yicha prorektor Malahat Jahongir qizi Sultan tomonidan tasdiqlangan. Xulosasi: Yo'ldosh Muzaffar bolalarda quyi anorektal nuqsonlarini tashxislash va jarrohlik usulida davolashni asoslash mavzusidagi 14.0035 bolalar xirurgiyasi ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi ilmiy jihatdan malakali hisoblanib, bolalar xirurgiyasi yo'nalishi bo'yicha anorektal nuqsonlarni davolash natijalarini yaxshilashdagi vazifalar yechimini beradi va tugallangan ilmiy ish hisoblanadi. Ushbu xulosa va dissertatsiya ishi Ozarbayjon tibbiyot universiteti bolalar xirurgiyasi kafedrasida 2025 yil 15 oktyabr kuni muhokama qilingan va ma'qullangan. Hurmatli kengash a'zolari, hurmatli rais, agar ijozat bersangiz har bir avtoritetga kelgan xulosalarga to'xtalmasam va sonini aytib qo'ysam, 6 ta xulosa kelib tushgan. Shulardan bittasi Rossiya Federatsiyasidan, Belorussiyadan bitta, Turkiyadan bitta va 3 ta respublika yetakchi tibbiyot tashkilotlaridan kelib tushgan xulosalar avtoritetga. Ijobiymi, salbiy? Ijobiy kamchiliklar yo'q. E'tirozlar yo'q. Savollar yo'q bu masala bo'yicha shunda. Unda so'z birinchi rasmiy opponent tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi direktori, tibbiyot fanlari doktori professor Aqilov Qabul Atlachi. Assalomu alaykum Qabul aka. Assalomu alaykum. Yaxshi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum, hurmatli Madaniy Mo'minch, kengash a'zolari, Muzaffar Abduvahovich. Bizni shu ishga rasmiy opponent qilib tayyorlangandan men juda tashakkurimni aytmoqchi edim. Chunki bu juda kerakli, juda dolzarb muammo bo'lgani uchun ish o'z vaqtida qilingan juda kerakli ish deb hisoblayman. Uzurimni aytmoqchi edim. Menga Madaniy Mo'minch rus tilida berilgan edi. Dissertatsiya shuni отзывi ham rus tilida yozilgan ekan. Ijozat bersanglar. А так man o'zbek tilida xudo xolasa. Я хочу сказать, что действительно очень даже нужная и своевременная работа, она была всегда актуальна, эта тема для Узбекистана, сейчас особенно актуальна. И
вот первой главе он подробнейший дал анализ литературным источникам, как современным, как международным, так и отечественным. И я хочу отметить особую роль хирургов, именно детских хирургов Узбекистана в рассмотрении и внесении вклада в решение такой проблемы, как аноректальные пороки у детей. Это все начиналось еще у истоков детской хирургии Узбекистана во главе с профессором Тагировым Карим Хаджаевичем. С ним вместе работал Хайдалиев Ахмад Игамбердиевич. Потом в Самарканде две большие школы профессоров Шамсиева, Махмудова. В Андижане Султан Рахимович и его ученики. В Ташкенте это очень бурно развивалось в клинике Среднеазиатского медицинского и педиатрического института под руководством Амин Сулеймановича Сулейманова. Плотно занимался доцент Исламбеков Гайрат Капланович. У него очень много работ в этом направлении. И сегодня профессора Иргашев, вот Бахтиер Бердалич здесь, Насрдин Шамсуддинович, Махмуд Муслимович Алиев, наша школа. И в Андижане, вот мы видим по итогам этой работы, что по продолжению работ профессора Рахимова вот сейчас во главе с Гафуровым Адхам Анваровичем проводится огромная работа, и как результат этой работы мы сегодня рассматриваем нынешнюю диссертацию. Нынешняя диссертация, она очень актуальна именно для Узбекистана, потому что вы прекрасно знаете, у нас в год только 1 миллион рождений детей. Каждый год 1 миллион. И если смотреть, укладываться даже в банальную мировую статистику, то дети, рождающиеся с врожденными аномалиями, число их огромное и растет ежегодно. Не даст соврать вот Бахтиер Бердалич. И среди них особое место занимают вот эти пороки аноректальной зоны, нижние и верхние пороки аноректальной зоны, потому что для семьи это колоссальная катастрофа, это огромный комплекс и социальные проблемы. И поэтому все работы, которые посвящены улучшению результатов лечения этих детей, я думаю, мы должны приветствовать. И сегодняшняя работа не исключение. Автор на большом материале разобрал все вот эти подходы к именно современной диагностике и подходы к тактике хирургического лечения, потому что много разных направлений, много мнений. Кто-то настаивает на многоэтапных операциях. Наш автор со своим руководителем больше приверженцы одноэтапной операции. И я думаю, что в этом плане работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам этого уровня. Ну, как первому оппоненту мне положено пройтись по главам, и, как я уже сказал, введение посвящено введению, написано традиционно. Первая глава – это обзор литературы, отечественной, зарубежной литературы. Первой главы, вторая глава изложена объем, методы исследования, проведенные на клинической базе Андижанского областного детского многопрофильного медицинского центра с 15 по 24 годы. Им обследовано 127 пациентов с низкими, только с низкими формами аноректальных мальформаций, и 2 практически здоровых детей рассматривались как контрольная группа. Возраст обследованных детей варьировал от новорожденного периода до 2 лет. И среди пациентов 38 с лишним составляли мальчики, 15,7 девочки, преобладали формы без свищей. Реже наблюдались перинеальные и вестибулярные свищи, и методологический аппарат включает общеклинические, инструментальные, статистические методы, ну, все современные методы автором использованы, как клинические, так и лабораторные, так и специальные. Третья глава представляет собой одну из ключевых частей диссертации. Автор провел сравнительный анализ традиционных и современных методов диагностики, включая инвертографию,
пронлатеральную рентгенографию и трансперинеальную ультрасонографию. Результаты показали, что инверторография обеспечивает точность диагностики до 70% случаев. Особое внимание фиксируется на вот этом ультразвуковом исследовании, в котором среднее расстояние между дистальным концом прямой кишки и кожей промежности составляло 11,3 сантиметров против 27 по данным рентгенографии. Материалы представлены последовательно с хорошими иллюстрациями и клиническими примерами, что придает исследованию убедительность и практическую направленность. 4 глава посвящена оценке эффективности предложенных хирургических методов. Одноэтапные, в основном одноэтапные методы, рассмотрены результаты, и получается, что по предложенным авторам методикам и тактике значительно уменьшается количество послеоперационных осложнений, и уменьшается количество койко-дней, и отмечается хороший экономический эффект. Я хочу сказать, что в целом работа оставляет очень приятное впечатление, хорошо читается, и я думаю, если в последующем они вместе с Адхамом Элвардовичем оформят его как маленькую монографию, она станет настольной книгой для детских хирургов Узбекистана. В Узбекистане и в областях сейчас, и в областных центрах практические хирурги тесно занимаются этими вопросами. У нас стоит остро вопрос в Узбекистане, вопрос близкородственных браков, в результате которых именно рождаются дети с разными пороками развития, в том числе и аноректальными. И я думаю, вот эта книга, если мы ее оформим, она будет очень полезна. В заключение хочу сказать, что диссертационная работа Юлдашева Музафара Абдувахабовича является завершенным, самостоятельным, научно-квалифицированным трудом, в котором решена актуальная научно-практическая задача – повышение эффективности диагностики и хирургического лечения низких аноректальных пороков у детей. По своему содержанию, методическому уровню, научной новизне и практической значимости она полностью соответствует требованиям ВАК Республики Узбекистан PhD работам, а сам соискатель, я неоднократно с ним беседовал, он приезжал ко мне, я был в Андижане, он прекрасно владеет своим материалом, видно, что человек сам этим занимался, ориентируется хорошо и в литературных данных, и я считаю, он достоин искомой степени. Спасибо за внимание. Рахмат. Спасибо, Абдулла Атулаевич. Пожалуйста, Светлана, можете ответить на вопрос первого официального оппонента. Assalomu alaykum, Abdulla Atullayevich. Avvalambor, qimmatli vaqtingizni bizni tadqiqot ishimizga ajratib, ko'zdan kechirib, to'liq ko'zdan kechirib, taqdirda o'tkazib bergani uchun, ushbu tadqiqot ishimizga opponent bo'lishga rozi bo'lganingiz uchun chuqur minnatdorchilik izhor qilaman. Salomat bo'ling, domla. Rahmat. Rahmat. Rahmat, Abdulla Atullayevich. Rahmat. Marhamat. So'z ikkinchi mas'ul opponent Toshkent Davlat tibbiyot universiteti bolalar xirurgiyasi, bolalar urologiyasi, anesteziologiya va reanimatologiya, bolalar anesteziologiya va reanimatologiya kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari doktori Alaberganov Odilbek Tajdinovичga. Marhamat, Odilbek. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Ruxsat bersanglar, men ham Habibulla Atullayevga o'xshab rus tilida o'zim Marhamat. bersam. Уважаемые коллеги, очень сложно выступать после выступления Хабибулла Атуллаевича, так он подробно все расставил на свои места, поэтому не буду повторяться и зря задерживать ваше мнение. Просто хочу отметить, пройтись по некоторым пунктам данной диссертационной работы. Ну, во-первых, актуальность заявленной темы не вызывает сомнений, так как диагностика и лечение детей с аноректальной мальформацией развития до настоящего времени остаются в центре внимания исследователей и практических врачей. Существующие методики промежностной
аносфинктеропластики не всегда находит свое применение при низких формах аноректальных аномалий. Этот факт является предметом дискуссий как отечественных, так и зарубежных специалистов, занимающихся данной проблемой. Вот эти главные обстоятельства, они явились обоснованием того, что диссертант посчитал необходимость проведения данного исследования. Научная новизна данного исследования заключается в эффективности предложенных современных методов визуализации в диагностике аноректальных малформаций, что позволило минимизации количества необоснованных хирургических вмешательств. Я считаю, что это один из самых главных приоритетных пунктов, который необходимо взять за основу. Также автором разработаны одноэтапные технически усовершенствованные методы аноректопластики при низких мальформаций, что позволило снижение частоты послеоперационных осложнений с 20% до 10,2%, а также повышению функциональных результатов практически в 1,5 раза. Останавливаться поэтапно на каждой главе, думаю, что не стоит, так как диссертация написана по классическому принципу, состоит из введения 4 глав заключения. Я хочу отметить следующее, что в данной работе представлены современные методы исследований, которые способствуют ранней диагностике низких форм аноректальных малформаций, что позволяет определению правильному выбору оптимального срока, метода и способа первичной хирургической коррекции. Также результаты предложенных модификаций показали несомненные преимущества по отношению к различным вариантам традиционных вмешательств, так как эти разновидности хирургической коррекции по многим параметрам являются физиологичными, а также несложными в техническом выполнении. При этом полностью исключается риск повреждений и снабжения тазовых органов. Необходимо отметить то, что эти способы способствуют функциональной адаптации замыкательного аппарата прямой кишки к контролированию процесса удержания каловых масс и опорожнения кишечника. Выбранная тактика подтверждает снижение риска вторичной недостаточности сфинктерного аппарата, что позволяет получению хороших функциональных результатов. Обоснованность и достоверность полученных результатов, сформированных выводов и рекомендаций, она не вызывает никаких сомнений. Все сформулированные в работе научные положения, выводы и практические рекомендации основаны на анализе достаточного числа клинических наблюдений, что определяет обоснованность результатов исследований. Благодаря применению математических методов не вызывает сомнения достоверность полученных результатов. Теоретическая и практическая значимость работы, она налицо. Авторам проведенных исследований показали, что все эти разработанные методы хирургического вмешательства и тем более внедренную в хирургическую практику, они позволяют значительному снижению как длительности оперативного вмешательства, так и интраоперационной кровопотери, что способствует значительному улучшению функциональных результатов и адаптации низведенной кишки и сохранению анатомических структур запирательного аппарата. Внедрение результатов исследований, они внедрены практически в ведущих центрах Ферганской долины, это в Андижанском, Наманганском и Ферганском областных детских медицинских многопрофильных центрах. Предложены для внедрения это методы диагностики и методы хирургического лечения. А разработанные технически усовершенствованные одноэтапные операции, они применяются с большим успехом в этих клиниках. При этом по данным этих клиник отмечается, что снижение количества осложнений после внедрения этих методик уменьшилось практически в 2 раза. Замечаний по данной диссертации принципиальных у меня нет. При общении с диссертантом многие вопросы были разрешены, спорные вопросы нами были обсуждены, пришли к единому заключению. Поэтому разрешите зачитать заключение о том, что диссертационная работа Дашева Музафара Абдувахобовича на тему обоснования диагностики и хирургического лечения нижних аноректальных пороков развития у детей
представлен на соискание ученой степени доктора философии по медицинским наукам и является законченным научно-квалифицированной работой, в которой решена основная проблема. Это повышение эффективности хирургического лечения низких форм аноректальных малформаций. По своей актуальности, методологическому уровню выполнения научной новизны и практической значимости она полностью соответствует требованиям ВАК Республики Узбекистан, а диссертант заслуживает присвоения ученой степени доктора философии PhD по специальности детской хирургии 14.0035. Благодарю за внимание. Спасибо, Альберт Тазинович. Можете ответить на вопросы. Hurmatli Odilbek Tojidinovich, sizga bizni tadqiqot ishimizni chuqur qimmatli vaqtingizni ayamasdan chuqur takrordan o'tkazib, o'rganib, ijobiy xulosa berganingiz uchun, opponent bo'lishga rozilik berganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Doim sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Norasmiy tarzda so'zga chiquvchilar bo'lsa, marhamat. So'zga sitatsiya bo'lishi. Bor yo'q? Yo'q. Agar yo'q bo'lsa, yakunlovchi so'zni biz ilmiy izlanuvchiga beramiz. Ungacha demak shu komissiya, sanoq komissiyasini saylab olamiz. Rais Ibragimov Rasulbek Habibjonovich, marhamat. Tasdiqlab qo'yishinglarni so'rayman. Qarshilar yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. Avvalambor barcha ustozlarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa, institut rahbariyatiga, hurmatli rektorimiz Madamul Mo'minovichga, ushbu sovetni xodimlari Bahrom Mustamovich, Murodjon Fozilevich, Muzaffar aka, barchalariga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa, ilmiy rahbari Madham Anvarovichga, jamoamiz a'zolariga, ota-onamga, hammalariga chuqur minnatdorchilik, rahmatlar aytaman. Alohida rahmat yana Toshboyev Sherzod Olimovga, ushbu ishda menga juda ham katta yordam qilishdi. Ko'p yo'l, to'g'ri yo'llar ko'rsatishdi. Buning uchun barchalariga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Hamisha sog' salomat bo'lsin. Oilalarini, farzandlarini baxtiga doim sog' bo'lsin. Hamisha xizmat. Rahmat. 5 minut kanal. Marhamat. Ochinglar telefoninglarni. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, gruppaga kirib iltimos tashaldi. Shu ovoz berib qo'ysanglar. Yo, rozi emasman. Rasulbek. Assalomu alaykum, hurmatli Hashimovich, hurmatli kengash a'zolari, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga talabgor Yo'ldosh Muzaffar Abduvahovichning dissertatsiya ishi bo'yicha onlayn tarzda yashirin ovoz berish uchun hisob hay'ati saylandi. Ilmiy kengash tasdiqlangan tarkibi 11 nafar. Yig'ilishda kengashning a'zolarining 11 nafari ishtirok etyapti.
Ovoz berganlar soni 11 ta. Hammasi rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, tabriklaymiz. Marhamat. Sanoq hayotini bayonnomasi ovoz berish yo'li bilan tasdiqlab qo'yamiz. Rozilar, norozilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Rahmat. So'z tansifiy belgilar ko'rsatilgan xulosa loyihasi bilan tanishtirish uchun ilmiy kotibga beriladi. Marhamat, murojaat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, Telegram gruppasiga baholash mezonlari va xulosa loyihasi jo'natilganlik varianti. Kimda e'tirozlar yoki kamchiliklar bor? Kamchiliklar yo'q, qabul qilsak bo'ladi asosi shu. Unda dissertatsiya tasnifiy belgilariga o'tishga ruxsat berasizlar. Birinchisi, dissertatsiya natijalarining tavsifi. Durukki. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. Dissertatsiya natijalarining qiymati. 3-2. Dissertatsiya mavzusining rejalashtirilgan ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liqligi bu standart turibdi. Dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalardan foydalanish darajasi. 5.2 belgilandi va 6-si dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalardan keng ko'lamli foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Rahmat, murojaat. Marhamat, ilmiy kengash xulosasini tasdiqlab qo'yishni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Sizlarning ijozatinglar bilan izlanuvchi Yo'ldosh Muzaffarjon Abduvahobovichni va uni rahbarini muvaffaqiyatli himoya bilan tabriklashga ruxsat berasizlar. Umid qilamizki, bu Oliy attestatsiya komissiyasi doirasida juda yaxshi qo'llab-quvvatlanadi. Ilmiy kengashimizning muvaffaqiyatli himoyasi bilan barchangizni tabriklayman. Rahmat. Xo'p, ikkinchi masala, demak, hurmatli kengash a'zolari, ruxsatinglar bilan kun tartibidagi ikkinchi masalaga o'tsak, bu Ne'matov Alisher Shermuhammedovichning bolalarda Girshprun kasalligida qorin orqali proktoplastikdan keyingi asoratlar sababi va ularni korreksiya qilish uslublari mavzusidagi dissertatsiyani himoyasi. Mustaqil izlanuvchi Ne'matov Alisher Shermuhammedovichni shaxsiy ishi materiallari bilan tanishish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Marhamat, Murodjon Azizanovich. Rahmat Alisherovich. Ne'matov Alisher Shermuhammedovich 1987-yilda tug'ilgan, ma'lumoti oliy. 2014-yilda Toshkent davlat tibbiyot instituti pediatriya fakultetidan imtiyozli tamomlagan. 2014-yildan 2016-yillarda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida bolalar xirurgiya mutaxassisligida bo'yicha klinik ordinatura tamomlangan. 2016-yildan buyon Toshkent davlat tibbiyot universitetining klinikasida rejali xirurgiyasida bolalar jarrohi lavozimida ishlab kelmoqda. 2024-yildan Toshkent davlat tibbiyot universitetining bolalar xirurgiyasi kafedrasida mustaqil izlanuvchi sifatida ilmiy faoliyat olib bormoqda. Bolalarda Girshprun kasalligida qorin oraliq proktoplastikasidan keyingi asoratlar sababi va ularni korreksiya qilish uslublari nomli dissertatsiya mavzusi 24-yilda tasdiqlangan. Ilmiy rahbar sifatida tibbiyot fanlari doktori, dotsent Alloberganov Odilbek Tajriddinovich tasdiqlangan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 16 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola, jumladan 4 tasi respublika va 2 tasi xorijiy jurnallarda nashr etilgan. Ne'matov uylangan, 4 nafar farzandi bor. Izlanuvchi tomonidan taqdim etilgan hujjatlar tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish tartibi to'g'risidagi O'zbekiston Respublika Oliy attestatsiya komissiyasining nizomi talablariga javob beradi. Bo'ldi. Rahmat, Murodjon. Marhamat, dissertatsiyaning shaxsiy ishi bo'yicha materiallar bo'yicha savollar bormi? Yo'q. Marhamat, so'z ilmiy izlanuvchiga beriladi. 20 minut reglament rioya qilishni so'raymiz.
Avvalo assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ruxsat bersangiz, ilmiy ishimiz natijalari bilan sizlarni tanishtirsam. Ilmiy ishimiz mavzusi bolalarda gishburun kasalligini qorin oraliq plastikasidan keyingi asoratlar sababi va ularni korreksiya qilish uslublari. Mavzuning dolzarbligi gishburun kasalligi yo'g'on ichak tug'ma nuqsonlari ichida uchraydigan kasalliklarning og'ir turi hisoblanadi. O'z navbatida davolash murakkab rekonstruktiv operatsiyalar talab etadi. Uchrash nisbatiga e'tibor qarasak, adabiyotdagi ma'lumotlar bo'yicha tirik tug'ilgan chaqaloqlarga nisbati 4000 ga 7000 ga bir nisbatga teng va kasallik kamayish holati kuzatilmayapti. Operativ davo uslublari ko'p bo'lishiga qaramasdan, operatsiyadan keyingi davr natijalari 30% holatlarda najas tutolmaslik, anastoma soha yetishmovchiligi, uning stenozi, chandiqli deformatsiya kabi asoratlar kuzatilmoqda. Qoniqarsiz natijalarni ko'pchilik holatlarda bemorlarning yoshi, ya'ni kech tashxis qo'yilishi, ichakda yallig'lanish jarayonlari, enterokolit, operatsiya muddati noto'g'ri tanlanishi, operatsiya uslubiga ko'rsatma noto'g'ri qo'yilishi, operatsiya oldi tayyorgarlikning to'liq emasligi, reabilitatsion chora-tadbirlarni mukammal olib borilmasligi kabi sabablar olib kelmoqda. Gishburun kasalligini xirurgik davolash bo'yicha ko'plab savollar muzokaralarga sabab bo'lmoqdaki, xirurgik taktikani tanlash, operativ davom muddati, yangi modifikatsiyalangan uslublarni ishlab chiqish, mavjudlarni takomillashtirish, shu va boshqa yechilmagan masalalarda bolalarda gishburun kasalligini tashxislash va davolash bayonnomalarini ishlab chiqishga, patologiyani o'z vaqtida korreksiya qilishga, asoratlar foizini kamaytirishga, maksimal yaxshi natija olishga qaratilgan bo'lishi lozim. Oldimizga qo'ygan maqsadimiz bolalarda gishburun kasalligida operatsiyadan keyingi asoratlarni erta tashxislash va xirurgik korreksiya natijalarini yaxshilash. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni o'z oldimizga qo'ydik. Bolalarda gishburun kasalligining birlamchi bajarilgan qorin oraliq proktoplastikalarini retrospektiv tahlilini o'tkazish, gishburun kasalligida bolalarda xirurgik davolashning turli usullari va uslublarida operatsiyadan keyingi asoratlar va kasallikni qaytalanish sabablarini o'rganish, bolalarda gishburun kasalligining takroriy operatsiyalar samaradorligini oshishiga va kasallikni qaytalanishini oldini olishga yordam beruvchi operatsiyadan keyingi asoratlarni xirurgik korreksiya usullarini tanlashni asoslash va bolalarda gishburun kasalligini operatsiyadan keyingi asoratlarni xirurgik korreksiyasining yaqin va uzoq muddatli natijalarini o'rganish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash. Bizning tadqiqotimiz gishburun kasalligining turli shakllari bilan klinikamizda statsionar ko'rikdan o'tkazilgan va davolangan 266 ta bemor natijalariga asoslangan. Bemorlar 4 oylikdan 18 yoshgacha bo'lgan bo'lib, 2020-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va bemorlarning asosiy qismi 4 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bemorlar tashkil etadi. Bu ham o'z navbatida ushbu kasallikka tashxis qo'yish ancha yaxshilanganligining belgisidir. Bu jadvalda yoshga nisbatan 4-7 yoshda o'g'il va qiz bolalar nisbati 68 ga 13, 8-11 yosh mos ravishda 15 ga 2, 12-18 yosh mos ravishda 2 ga 1 nisbatni tashkil qiladi. Bu nimada foiz gishburun kasalligini shakli bo'yicha tahlil qilinganda rektal shakli klinikamizda eng ko'p 59,4% ni tashkil qildi. Rektosigmoidal formasi 39,5% ni, 1,1% ni subtotal formasi tashkil qilgan. Tabiiyki bular bizni klinikamizga faqat stoma holatida yetib kelishgan. Gishburun kasalligini tekshirish algoritmiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda bemorda umumiy ko'rikdan o'tkaziladi. Ya'ni tashqi ko'rinishi, qorinning hajmi, palpatsiyada yo'g'on ichakda kaprostaz bor yoki yo'qligi, rektal tekshiruvda anal kanal tonusiga, oraliq soha konvers datchik yordamida ultratovush tekshiruv qilinganda sfenkter majmuasi mushaklar butunligiga e'tibor beriladi. Defografiya tekshirish orqali esa anal kanalni ochilish darajasiga baho beramiz. Irografiya esa yo'g'on ichakda arxitektonikasi o'rganiladi. Sfinkterometriya tekshiruv usuli orqali anal kanal sfinkter majmuasini tinch va defekatsiyada kuchi aniqlanadi. Kichik chanoq a'zolar MRT qilish orqali esa pubarektal mushak butunligiga baho beramiz. Gishburun kasalligini shakliga qarab o'tkazilgan birlamchi xirurgik operatsiyalar soniga e'tibor beradigan bo'lsak, operatsiyalar an'anaviy usullar Svenson bo'yicha 48 ta, Save bo'yicha 62 ta, Save Bale bo'yicha 19 ta, Save Leonushkin 82 ta va zamonaviy usullardan Delatori usulida endorektal transalan proktoplastikasi bilan 38 ta bemorda, Svenson usuli yordamida laparoskopik assistentlik orqali esa 17 ta bemorda operatsiyalar amaliyotlar amalga oshirilgan. Bu operatsiyalarning foizga nisbatini qaraydigan bo'lsak, Save Leonushkin bizning klinikada eng ko'p foizni tashkil qildi, 30,8. Undan keyingi o'rinlarda mos ravishda an'anaviy usullardan Save 23,3, Svenson 18% ni tashkil qilgan. Zamonaviy usullar Delatori 14,3
Svenson usulida yordamida laparoskopik assistentlik orqali amalga oshirilgan operatsiyalar 6,4% ni tashkil qildi. Aniqlangan asoratlar nisbatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, anastomoz sohasini stenozi 24 nafar bemorda kuzatilgan va 10 ta holatda enterokolit, 14 ta holatda anal inkontinensiya holatlari kuzatilgan. Bu an'anaviy usullarga to'g'ri keladi. Dish burun kasalligi bajarilgan birlamchi xirurgik operatsiyalardan keyin yuzaga kelgan asoratlar nisbatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda eng ko'p bizada anastomoz sohasi stenozi 24 ta holatda, tushirilgan ichak retraksiyasi 10 ta holatda, enterokolit 14 ta, anal inkontinensiya 14 ta, anastomoz yetishmovchiligi 6 ta holatda, surunkali kolestaz residivi 20 ta holatda kuzatildi. An'anaviy usullarga e'tibor beradigan bo'lsak, dastavval bu Svenson bo'yicha qorin oraliq proktoplastikasi 48 ta bemorda amalga oshirilgan. Bunda yuzaga kelgan asoratlar anastomoz stenozi 8 ta, tushirilgan ichak retraksiyasi bizada bitta holatda, enterokolit 2 ta, anal inkontinensiya 8 ta va surunkali kolestaz residivi 5 ta holatda kuzatildi. Tabi bo'yicha qorin oraliq proktoplastika amaliyoti bizada 62 ta bemorda amalga oshirildi. Yuzaga kelgan asoratlar anastomoz sohasi stenozi 6 ta, anal inkontinensiya 6 ta, anastomoz yetishmovchiligi 3 ta holatda, surunkali kolestaz residivi 4 ta holatda kuzatildi. Sabebali bo'yicha qorin ortoplastika amaliyoti 19 ta bemorda amalga oshirilgan. Anastomoz sohasi stenozi 2 ta holatda kuzatildi, tushirilgan ichak retraksiyasi 4 ta holatda, enterokolit 1 ta, anal inkontinensiya 3 ta va anastomoz yetishmovchiligi 1 ta holatda kuzatilgan. An'anaviy qorin oraliq proktoplastikadagi asoratlar sabablarini to'xtaladigan bo'lsak, anastomoz sohasi stenozi 9,9% ni tashkil qildi asoratdan. Bu operatsiyadan keyingi davrda erta bujlashga olib borilmaganligi asosiy sabab. Retraksiya, anastomoz yetishmovchiligi hisobiga bu tushirilgan ichakda qon aylanishini buzilishi va anastomozda taranglik mavjudligi anastomozit hisobiga yuzaga keldi. 5,7% holatlarda enterokolit kuzatilgan. Bu anal kanal tonusining yuqoriligi hisobiga disbakterioz kuchaygan bemorlarda bo'ldi. Anal inkontinensiya 10,9% ni tashkil qildi. Bu qorin oraliq proktoplastika paytida sfinkter mushaklarining jarohatlanishi bilan xarakterlandi. Surunkali kolestaz 8,5% ni tashkil qildi. Bu gipo yoki aganglanar zona qolishi hisobiga kolestaz yuzaga kelgan bemorlarda yuzaga keldi. Zamonaviy usullardan dilatoriya operatsiyasi 38 ta bemorda amalga oshirilgan. Bu bemorlarda anastomoz sohasi stenozi 3 ta holatda, enterokolit 1 ta holatda, anal inkontinensiya 1 ta, anastomoz yetishmovchiligi 1 ta va surunkali kolestaz residivi 2 ta holatda kuzatildi. Kam invaziv usul natijalari bu Svenson bo'yicha laparoskopik assistentlik orqali 17 ta bemorga amalga oshirildi. Tushirilgan ichak retraksiyasi 1 ta holatda kuzatildi, enterokolit 1 ta va anastomoz yetishmovchiligi 1 ta bemorimizda kuzatilgan. Kam invaziv proktoplastiklardan keyin asoratlar sabablariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bunda stenoz, ya'ni dilatoriya operatsiyasidan keyingi davrda anastomoz sohasi stenozi 5,4% holatda kuzatildi. Keyingi o'rinlarda 2 ta holatda disbakterioz hisobiga yuzaga kelgan enterokolit, anastomozda qon aylanishining buzilishi, ya'ni anastomoz yetishmovchiligi 3,6% ni tashkil qildi. Laparoskopik amaliyotdan keyin bitta holatda qon aylanishi buzilganda retraksiya bo'ldi. Bu bemorimizda qayta kolostoma qo'yish va qo'shimcha shoklar qo'yish orqali bemor ahvoli yaxshilandi. Sfinkterotomiya qilinmasligi hisobiga anal kanal tonusi yuqoriligi, surunkali kolestaz 3,6% holatda bitta bemorimizda kuzatildi. Dish burun kasalligi operatsiyadan keyin yuzaga kelgan asoratlarni bajarilgan davo usullariga to'xtaladigan bo'lsak, bunda bizda asosiy urg'uni konservativ davo usullari to'g'ri keladi. Bu 38 ta bemorimizda konservativ davo qilindi. 27 nafarda chandiqlarni bartaraf etish, 7 ta holatda anal kanalga dam plus gel plastika amaliyoti, 6 nafar holatda sfinkterotomiya, 6 tasida ichki nerv sfinkterini yaratish operatsiyasi, 5 ta bemorda SAVE bo'yicha qorin oraliq proktoplastikasi va 9 ta bemorda SAVEBALI bo'yicha qorin oraliq proktoplastika amaliyoti bajarildi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, konservativ usulda 38 ta bemorimizda konservativ davo olib borildi va bular bowel management, ya'ni University of Colorado School of Medicine 2025-yilda tasdiqlangan bowel management bo'yicha davo kurslarini olib bordik. Bunda har bitta bemorga individual tarzda davo ishlab chiqildi. Yaqin davr natijalari, yaqin va uzoq muddatli natijalarni quyidagi parametrlar bo'yicha o'rganildi. Ya'ni qabziyat, anal inkontinensiyaning uchrash nisbati, hayot tarzi qay darajada o'zgarganligi, instrumental tekshiruvlarni
difografiya, irrigrafiya, sfinkterometriya ko'rsatkichlari. Ushbu parametrlar bo'yicha olingan ball yig'indisilarini qarab bemorlarning hayot sifatini hisoblab yaxshi va ijobiy natijalar olindi. Qayta korreksiyalovchi davo muolajalaridan keyin uzoq muddatli natijalari. Bu 83 ta bemorni o'z ichiga qamrab oldi. Bunda 98 nafar bemorda qayta korreksiyalovchi va rekonstruktiv operativ muolajalardan keyin 87,7% holatda yaxshi va qoniqarli natijalar. O'z navbatida 12 nafar bemorda gel yuborilgan sohaga inyeksiya tushishi hisobiga biroz mahalliy yallig'lanish bo'lib, bu jarayon mahalliy davo choralari va antiseptik vositalar bilan ishlov berish natijasi kuzatildi. Bir nafar bemorimizda qoniqarsiz natija sfinkter sohasidagi anastomazit va bir nafarida yaqin davrda ichak cho'ltog'ida qon aylanishini buzuq hisobiga nekroz yuzaga keldi. Nekroz yuzaga keldi. Amalga oshirilgan konservativ va jarrohlik aralashuvlarining uzoq muddatli natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, 42 ta nafar bemorimizda yaxshi, bu 50,6% ni, 26 nafar bemorimizda qoniqarli, 31,3% ni va 15 nafar bemorimizda qoniqarsiz natija, bu 18,1% ni tashkil qildi. Qoniqarsiz davo natijalarini aniqlangan bemorlar uzoq muddatli konservativ terapiya va reabilitatsiya talab qiladigan turli xil asoratlar tufayli yuzaga kelgan. Ushbu qoniqarsiz natijalarning muhim omillari operatsiyadan keyingi yaqin davrda, shuningdek bevosita uzoq muddatli kuzatuv paytida yuzaga kelgan asoratlardir. Bajarilgan xirurgik amaliyot uslublariga qarab uzoq davr qoniqarsiz natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, anastoma sohani chandiqlarini bartaraf etilgandan keyin 4 ta bemorda qoniqarsiz natijaga sabab bemorlarning ota-onalari va yashash joyidagi shifokorlarga berilgan tavsiyalarni o'z vaqtida to'g'ri bajarilmagan deb hisoblaymiz. Chunki o'z vaqtida reabilitatsiyaga kelgan, bujlash hamda bujlash muolajalarini o'z vaqtida olgan bemorlarda yaxshi va qoniqarli natijalar olindi. Ushbu bemorlar reabilitatsion choralar to'liq nazorat ostiga olib borilgandan keyin qoniqarli natijaga erishildi. Anal kanalga Dampulus belgi plastikasidan keyin bitta bemorda inyeksiya sohasiga infeksiya tushishi hisobiga gelning yiringlashi kuzatildi. Shu sababli infuziya qilishga to'g'ri keldi va bu bemor konservativ davo qilindi va dispanser kuzatuvga olindi. Sfinkterotomiyadan keyin bitta bemorimizda anal inkontinensiya yuzaga keldi. Bunga sabab ushbu bemorlarda spina bifida borligi bo'ldi. Shu sababli bemor ham yuqoridagi tavsiya etilgan reabilitatsion davolar olish tavsiya etildi. Qayta korreksiyalovchi qorin oraliq protoplastika bajarilgan bemorlarning bittasida anastoma sohasi stenoz yuzaga keldi. Sababi ushbu bemorda yaqin muddatda ichak cho'ltog'ini nekrozi bo'lib, ichak cho'ltog'ini bartaraf etish vaqti amalga oshirildi. Uzoq davr anastomozining 3/1 qismida yetishmovchi yuzaga kelish sababli anastoma sohasiga dag'al chandiqli to'lash yuzaga keldi. Va bu bemor rejali bujlash tavsiya etildi. Savebali bo'yicha qorin oraliq protoplastikadan o'tkazilgan operatsiya o'tkazilgandan keyin bitta bemorimizda, ya'ni 12,5% da qoniqarsiz natijaga sabab oraliq sohasida bir necha marotaba operativ aralashuvlar bajarilganligi oqibatida sfinkter mushaklariga biroz jarohat yetkazilgan deb baholandi va o'tkazilgan fiziy choralar va anal kanal gel plastikasidan keyin qoniqarli natijalar olindi. Ruxsat bersangiz, xulosalarga to'xtalmasam, sababi avtoreferatlarni keltiraman. Rahmat. Marhamat, kengash a'zolari savollar bo'lsa beringlar deb. Marhamat. Asos sabablarimiz sfinkter поврежденияsi. Operatsiyadan sfinkterda holati qanday tekshiruvlar bo'lgan? Hamma aktyorlar o'zlarining operatsiyasi bo'yicha muddatlarni qo'ygancha siz o'zingizni tekshirishingizga asosan sizni xulosangiz qaysi mo'tadil yosh operatsiya? Uchinchi savolda bir nechta operatsiyalarni o'rganib chiqib xulosa qilyapsiz. Qaysi usulda asoratlar kam uchraydi? Savollar tushunarli? Marhamat. Avvalo savolingiz uchun rahmat, Bahrom Halimjonovich. Birinchi savolingiz bu operatsiyadan keyin sfinkterning holatini tekshirish uchun biz tekshiruv usullari, bu defografiya tekshiruv usuli va oraliq sohasi a'zolarini MCKT tekshiruvida mushaklar butunligiga e'tibor beramiz. Shular orqali nedajani axlat tutolmaslik bor yoki buni darajalarini shunga qarab baholab boramiz. Operatsiya qilish uchun optimal yoshga keladigan bo'lsak, bu qancha erta qilinsa shuncha yaxshi. Masalan, 2 oylikgacha bo'lsa yaxshi.
ko'krak yoshigacha bo'lgan bolalarda rezultatlar ancha yaxshi bo'ladi. Chunki enterokalit, ichaklarda disbakterioz klinikalari yuzaga kelmasdan operatsiya amaliyotlari amalga oshirilsa, bolalarda shuncha ijobiy rezultatlarga erishiladi. Operatsiyadan keyingi asoratlarni ko'radigan bo'lsak, bunda qancha operatsiyalarimiz an'anaviy va zamonaviy usullarni bir-biriga solishtirib ko'rganimizda, endi albatta zamonaviy usullarda qilingan operatsiyalarda asoratlar kamroq. Lekin har mana an'anaviy usullardanmi, zamonaviy usullardanmi qaysi operatsiyani texnik jihatdan mukammal bajarilsa, o'shanda asorat kamroq bo'ladi. Shunga e'tibor berish kerak. Abonentlar savol bersa, bitta savolim bor edi, bir to'g'ri berib qo'yib qoling. Hurmatli deputat, mana bizlar bilan ko'p suhbat o'tkazdik, lekin baribir menda savol qoldi. Bowel management mana yozgansiz, o'zi nima u sovet a'zolariga tushuntirdi va uni qanaqa ahamiyati bor mana shu kasallikni. Ikkinchidan, mana eshitgan kasallikda bir morfologik tekshiruvdan o'tkazgan. Mana lesnishniy biopsiya deydi. Qanday ishni amalga oshirdingiz va uni qanaqa ahamiyati bor? Rahmat Baxtiyberdali savolingiz uchun. Bowel management bu Colorado universitetida 2025-yilda tasdiqlangan bu reabilitatsiya konservativ davo choralari sifatida xuddi shu mana shu operatsiyalardan keyingi bemorlarga qo'llanilib kelinadi. Buni afzallik tomoni har bitta bemorga individual. Har bitta bemorga o'sha yuqorida keltirilgan tekshiruv usullaridan keyin sfinkterometriya, defografiya tekshiruvlardan keyin bemorda axlat tutolmaslik darajasiga qarab har bitta bemorga individualni sxema ishlab chiqaramiz. O'sha sxemada o'sha tozalovchi huquqnalari, simptomatik davo muolajalari, reabilitatsion chora-tadbirlar bilan birgalikda olib borilganda juda yaxshi rezultatlarga erishyapmiz. Gistologiyasiga keladigan bo'lsak, gish burun kasalligi bilan bizning klinikamizda, umuman hozir respublikamizda yuqori rivojlangan hamma klinikalarda bunaqa imkoniyat bor. O'sha endoskopik, laparoskopik usullar orqali zinapoyasimon biopsiya olardik. Masalan, hozir biz dissertatsiyamizda ham an'anaviy usullarida keltirib o'tdik. Operatsiyadan keyin aganglionoziga gipoganglioz qolgan sohalar kuzatildi. Biz hozirgi bu usulda laparoskopik zinapoyasimon biopsiya olganimizda raqamlab ketamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'sha vikril iplarimizni ranglariga qarab belgilab ketiladi-da, bunda histologik ma'lumotlar aganglionoz zonasini aniq belgilaymiz, gipoganglionoz va sog'lom to'qimagacha. Bu bizani abom rezeksiyani to'g'ri bajarishimizda oldini olgan. Правильно taktika qilishimizga sabab bo'lyapti. Shuning uchun biz hozir bemorlarimizni asosan histologiyadan keyin operativ muolajada o'tkazishni tavsiya qilamiz. Amal inkontinensiya kuzatilgan 7 ta bemorda dam plus yuborilibdi. Shu amaliyotda bajarishga dam plusni yuborishga ko'rsatmadimi? Birinchi savol. Tushundim. Ikkinchi savol. Laparoskopik usulni aynan Gishburn xastaligida bajarishni afzalligi nimadan iborat? Savolingiz uchun rahmat, Adham Anvarovich. Bemorlar 7 ta bemorimizda dam plus bel plastikasi amalga oshirilgan. Bunda o'ziga ko'rsatmalar bor. Ya'ni operatsiyadan keyingi davrda periktum ko'rilganda, defografiya tekshiruvi qilinganda anal kanal bo'shlig'ida tonusni sustligi, hech qanaqa chandiqlik proses, vaskulitinni proseslar aniqlanmagan holatda dam plus gel plastikasi qilinadi. Agar stenoz aniqlansa yoki anal ichakda pastki qismida ozgina retraksiya belgilari bo'ladigan bo'lsa, dam plus gel plastikasi bizga ijobiy rezultat bermaydi. Chunki uni yiringlashiga va bitta bemorimizda shu holat kuzatilgan, insiziya qilib qayta dispanser kuzatuvga olishimizga to'g'ri kelgan. Faqat tonusi sust bo'lgan paytlarda dam plus gel plastikasini o'tkazilgan. Laparoskopiya usulini afzalliklariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu hozirgi kunda eng qo'llanilayotgan bizda dissertatsiyamizda 17 ta bemorda bu operatsiyani amaliyotini amalga oshirdik. Buni birinchi belgisi kosmetik jihatdan bolaga ancha qulayliklar keltiradi. Ikkinchi tomondan chandiqli kasalliklar bilan kasallanishi juda ehtimoli kamayib ketadi. Uchinchi tomondan bu bemorda shu kasallik bilan o'tkazilgan operatsiyadan keyin o'rin kunlar sonini qisqarishiga, bu esa budjetni ancha qisqarishiga olib keladi. O'sha tomondan bu kosmetik tomondan, hamma tomondan laparoskopiya qilaylik. O'shaning uchun biz keyingi nimalarimizda agar
davom etadigan bo'lsak, shu laparoskopiyaga urg'u bermoqchimiz. Bu ancha ijobiy holatga olib keladi. Taklif qilinayotgan operatsiya usullarida chandali toraymalar bo'lishi mumkin. Shu chandali toraymalarni bo'lish sababi nima deb o'ylaysiz va shunaqa bo'lgan bo'lsa, bunga konservativ va davo choralari qo'llagansiz. Jasurbek Qabuljonov, savollaringiz uchun rahmat. Operatsiyadan keyingi davrda anastomoz sohasida stenoz va chandiqli torayishlar kuzatiladi. Biz agar erta chandiqli bo'ladigan bo'lsa, bu faqat bujlash orqali bu narsani bartaraf qilamiz. Uzoq muddatli davrda o'sha berilgan reabilitatsion chora-tadbirlar, operatsiyadan keyingi yozilgan rekomendatsiyalarni o'z vaqtida qilinmasa, bu qattiq chandiqlanishga uzoq muddatliga olib keladi. Bunday holatlarda biz etapli bujlashga o'tkazamiz. Buni biz o'sha bujlash orqali o'zi yoshga qarab bujlarni normalari bor. O'sha bo'yicha etapli bujlash orqali 3 oydan 6 oy davomida bujlab, etapli bujlash bilan chiqib ketamiz. Bunda o'sha chandiqlanishga qarshi o'zi fizioterapik muolajalarimiz bor, lidaza, shu muolajalar bilan bemorlarda yaxshi natijalarga erishamiz. So'z ilgari rahbar tibbiyot fanlari doktori Dotsent Alberganov Odilbek Tajridovich. Marhamat. Yana bir marta assalomu alaykum. Во-первых, разрешите, Алишер Маминович, выразить вам благодарность за принятие нашей работы в столь авторитетный вуз, медицинский вуз нашей республики. А вы позволили нам защищаться в стенах моего альма-матера. Спасибо. Хочу выразить большую признательность всем членам семинарского и научного совета, кто принимал участие в обсуждении нашей работы. Что хочу сказать про Алишера Шермухамедовича. Он тоже из долины, приехал из села, сам своим настырностью, своим трудом, своим усердием достиг уровня одного из ведущих лапароскопистов республики. Мой первый учитель говорил: никогда не занимайся проблемами осложнений. К большому сожалению, я придерживался этого правила, считал, чем проще, тем лучше, и делать то, что приносит успех. Однако мой ученик сам выбрал эту тему. Когда ему задал вопрос «Nimaga?», он сказал: «Domla asoratlar ko'p, buni nimadir hal qilishimiz kerak». И вот с этого началась вот эта работа, которая она у нас в клинике и велась. И вот он, несмотря на свою занятость, несмотря на тот объем работы, который в нашей клинике выполняется, все-таки он пришел к ее завершению, а как у нас получилось, это решать вам. Еще раз большое спасибо. Благодарю. Прекрасный ученик. Мне понравился его доклад. Я работал, прекрасно ответил на вопросы. Спасибо. Вам спасибо всем. So'z dissertatsiya bo'yicha bajarilgan tashkilot, yetakchi tashkilot va aktivlarga kelib chiqqan xulosalarni e'lon qilish uchun ilmiy kotibiylar. Marhamat bo'lsin. Rahmat Abdushakovich. Birinchi approbatsiyasi Toshkent Ne'matov Alisher Muhammedovichning birinchi approbatsiyasi Toshkent fizioterapiya tibbiyot instituti xirurgiya bo'yicha muammolar kengashi birlashgan kafedralararo muammolar hayotida 2025 yil 15 mayda bo'lib o'tgan. Rais tibbiyot fanlari doktori professor Askarov Tohir Askarovich. Taqdirchilar tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Yakutov Erkin Amangildeyevich va tibbiyot fanlari doktori dotsent Narbayev Timur To'rayevich. Xulosasi Toshkent pediatriya tibbiyot instituti kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Ne'matov Alisher Muhammedovichning bolalarda Girshpin kasalligida qorin og'riqli proktoplastika keyingi asoratlar sababi va ularni korreksiya qilish uslublari mavzusi bo'yicha 10.0035 bolalar xirurgiyasi mutaxassisligi bo'yicha konsultant doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi qo'yilgan talablarga mos keladi va ko'rib chiqish uchun keyingi bosqichlarga hamda ixtisoslashtirilgan kengashga tavsiya etish mumkin. Ikkinchi approbatsiyasi Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy seminarda
2025-yil 17-sentyabrda bo'lib o'tgan. Raisga qilib tibbiyot fanlari doktor professor Abdullajonov Bahrom Rustamov olib o'tgan. Taqrizchilar tibbiyot fanlari doktor dotsent Primov Farhod Sharofjonov va tibbiyot fanlari doktori professor Yusuf Shuhrat Abdurasulovich. Xulosasi, Ne'mat Alisher Shirmuhammedovichning bolalarda Girshpun kasalligida qorin oraliq proktoplastika keyingi asoratlar sababi va ularni korreksiya qilish uslublari mavzusi bo'yicha 14.035 bolalar xirurgiyasi ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish hisoblanadi. Mohiyat bo'yicha yaxlit, oshkora himoyaga olib chiqilgan yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalardan iborat. Muddatli ishi himoya qilish uchun tavsiya etiladi. Samarqand davlat tibbiyot universitetida yetakchi tashkilot xulosa olingan. Birinchi son bolalar xirurgiyasi kafedrasida tibbiyot fanlari doktori professor Shuhrat Abdurasulovich Yusuf tomonidan imzolangan va rektor Rizayat Jasur Alimjanovich tomonidan tasdiqlangan. Xulosasi, bolalarda Girshpun kasalligida qorin oraliq proktoplastikada keyingi asoratlar sababi va ularni korreksiya qilish uslublari mavzusi bo'yicha 14.035 bolalar xirurgiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi muhim ilmiy va amaliy masalalarni hal qiluvchi mustaqil tugallangan ilmiy tadqiqotdir. Dissertatsiya ishi tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga to'g'ri keladi. Tadqiqot muallifning o'zi 14.035 bolalar xirurgiyasi ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq. Ushbu xulosa va dissertatsiya ishi Samarqand davlat tibbiyot universiteti birinchi son bolalar xirurgiyasi kafedrasi 2025-yil 20-oktyabr kuni muhokama qilingan va ma'qullangan. Yana hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ruxsat bersanglar har bitta xulosa avtorlarga kelgan xulosalarni to'xtatib o'tirmasdan xulosasini qayerdan kelganini aytib qo'ysam, 5 ta xulosa kelib tushgan. Shulardan Ozarbayjon Respublikasidan bitta, Qozog'istondan bitta va 3 ta respublika yetakchi tibbiyot tashkilotlaridan ijobiy xulosa kelib tushgan. Kamchiliklari yo'q, e'tirozlar yo'q qarshida. Xulosalar bo'yicha savol bo'lmasa, shu birinchi rasmiy apanga Respublika perinatal markazi qoshidagi Respublika perinatal xirurgiya o'quv davolash metodik markazi rahbari tibbiyot fanlari doktor professor Ergashev Baxtiyor Firdalievich. Marhamat. Assalomu alaykum Alisher Mo'minovich, assalomu alaykum ilmiy kengash a'zolari. Avvalambor men o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Meni rasmiy opponent sifatida tanlaganligi uchun ushbu bir obro'li ilmiy kengashda. Men bu kengash ishini doimo kuzatib boraman Alisher Mo'minovich. Haqiqatda juda ham katta yutuqlar bor. Men o'ylaymanki bu kengash yana ham kengayish kerak. Yoniga detskiy xirurglarni ofitsialni qo'shishingiz kerak. Biz ham aktiv ishtirok etamiz. Men o'zim hozir o'ylab o'tiribman. Men o'quvchilarimni shu yerga jo'natishni o'ylab qo'ydim, boshimda o'tdi. Xudo xolasa. Endi Alisherjonning ish masalasida aytadigan bo'lsak, mana bu Girshpun kasalligi, ya'ni Girshpun disease deymizmi? O 1840-yil atrofida daniyalik pediatr bu kasallik haqida yozgan birinchi marta. Shundan beri mana 2 asr o'tyapti. Shu o'tgan asrni o'rtalaridan, ya'ni 1948-yilda Svensson birinchi marta bu operatsiyani tavsiya qilgan. Shu silikom ichakni pastga tushirib, keyinchalik esa mana Duhamel 56-yilda yangi bitta operatsiyani, Save 64-yilda, Reben 1959-yilda unutirib turishni anastomoz operatsiyalarni tavsiya qilgan. Lekin mana oxirgi yillarda bu operatsiyalar turi ko'paydi. Mana bir etapli operatsiya deymiz, 2 etapli operatsiya deymiz. Oldin kolostoma qo'yib qilinardi. Hozir imkon darajasi bir etapli operatsiyalar amalga oshirilyapti. Endi chaqaloqlar davriga kelib esa mana transanal operatsiyalar keng tarqaldi. Bular albatta asoratlarni kamaytiryapti. Zamonaviy usullardan biri laparoskop bilan assotsiirованный operatsiyalar. Bu operatsiyalar o'zi hammasi amaliyotga tatbiq qilinishiga qaramasdan asoratlar haligacha ko'p. Albatta bu operatsiya usulini to'g'ri tanlashga, o'tkazilayotgan operatsiyaning texnik tomondan to'g'ri bajarilishiga juda ko'p tomondan bog'liq. Mana bu hozirgi bugungi ish shu ma'nodan qaraganda o'ta dolzarb deb hisoblayman, hozirgi zamonga mos keladi. Nimaga deganda haqiqatda Girshpun kasalligini operatsiya qilganda, birinchi marta qilganda Alisherga to'g'ri qilish kerak deb aytaman men. O'sha ikkinchi, uchinchisi qo'shildimi, o'sha ketaveradi. Hech qachon yaxshi rezultat olish juda ham shu ma'noda aytadigan bo'lsak, hozirgi mana bu asoratlarni davolashni hamma ham o'zini bo'yniga olavermaydi. Nega deganda bilasiz, bitta birinchi odam qilgandan keyin keyingi operatsiya baribir ko'ngildagidek chiqmaydi.
ota-onasini oldida javob berish, boshqasi bor. Bu ma'noda men yonma-yon ishlayman. Bu klinikada juda katta yillardan beri amalga oshirib kelyapti ishlar. Shu G'ayrat Qaplanovich rahmatli ustozimiz Amin Suleymanov davridan beri juda katta klinik material yig'ilgan Toshkent pediatriya tibbiyot klinikasida. Endi mana Alisher, men o'zim xabardorman, hozir men zamonaviy usullarni qo'llab, mana bu kasalliklarni davolashda ishtirok etyapti. Mana domlasi bunga doimo yordamchi Odilbek Tajiddinov. Men dissertatsiya haqida qisqacha aytib o'tsam, umuman men birinchi opponentman, qisqa. Demak, dissertatsiya ishi an'anaviy usulda yozilgan, kirish, 4 ta bob, xulosalar va foydalanilgan adabiyotlardan iborat. Endi asosiy qismlar dissertatsiyani. Mana e'tibor bering, 266 ta bemor tahlil qilingan. Mana shu oxirgi 20-yildan 24-yilga 4 yil ichida shuncha bemor o'tdi. Bu juda ham katta sifra, juda ham katta sifra bu kasallik uchun. Endi bu bemorlarda mana dissertantimiz har xil usullardan keyingi asoratlarni va ularning kelib chiqish sababi va ularni qanday bartaraf etish usullarini ko'rib chiqqan. Umuman olganda qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'tkazilgan o'sha konservativ operativ jarrohlik natijasida bular demak qanaqa natijalarga erishdi? 42, ya'ni 50,6% bemorda yaxshi natijalar, 18 31,3% bemorlarda qoniqarli va shunda ham 18,1% bemorda qoniqarsiz natijalarga aniqlashgan. Endi bu natijalarning ichida 33 nafar bemorda o'tkazilgani, o'sha bemor 78,8%, ya'ni qoniqarsiz yaxshi va qoniqarli natijalarni olishgan. Demak, bunday ko'rsatishga erishishga albatta men bekorga savol bermadim. Bular bowel management degan konservativ davolash usulini qo'llashgan. Bowel management degani ichak management. Agar o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsa, ushbu usulni qo'llab juda ham katta yaxshi natijalarga erishilgan. Umuman dissertatsiyani xulosa qismi barcha dissertatsiyani bo'limlaridagi ma'lumotlarni jamlaydi va ularni adabiyotlardagi ma'lumotlar bilan solishtirib qilinadi. Yakuniy umuman xulosalari dissertatsiyani bo'limlaridan kelib chiqadi va to'liq asoslangan. Agar ruxsat bersanglar, men xulosamni o'qib bermoqchiman. Toshkent davlat tibbiyot universiteti bolalar xirurgiyasi, urologiya, bolalar urologiyasi, anesteziologiya va reanimatologiya, bolalar anesteziologiya va reanimatologiyasi kafedrasi. Qaranglar, qanaqa katta kafedra. Mustaqil izlanuvchisi Ne'matov Alisher Shermuhammedovichning bolalarda Gishburn kasalligida qorin oraliq proktoplastikasidan keyingi asoratlar sababi va ularning korreksiya qilish usullari mavzusi bo'yicha 14.0035 bolalar xirurgiyasi mutaxassisligi bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi tugallangan ish, ilmiy yangilikka ega, ilmiy amaliy ahamiyatga ega va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan barcha talablarga to'liq javob beradi. Dissertantni o'zi esa men o'ylaymanki, shu ilmiy darajani olishga mutlaqo loyiq. Rahmat. Rahmat. Hurmatli Baxtiyor Berdialiyevich, o'zingizni qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz dissertatsiyamiz bilan tanishib chiqqaningizga, o'zingizni qimmatli maslahatlaringizni berganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Oilaviy xotirjamlik, ishlaringizga rivoj, doim sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat. İkinci rasmiy apparat Toshkent tibbiyot universiteti bolalar xirurgiyasi, bolalar urologiyasi, anesteziologiya va reanimatologiya, bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi kafedrasida tibbiyot fanlari doktor Kalayev Odilbek Odilovichga beradi. Marhamat. Odilbek aka. Assalomu alaykum, hurmatli Alisherovich, hurmatli Ixtisoslarning kengashi a'zolari, aziz do'stlar, hamkasblar. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Marhamat. Avvalambor hammangiz bilan sog' salomat onlayn bo'lsa ham ko'rishib turganingizdan xursandman. Andijon tibbiyot haqiqatdan biz ham juda ham qadrdonimiz hisoblanadi. Har qanday anjumanlarga biz iloji boricha qatnashishga, musaffo bo'lishga qaramasdan harakat qilamiz. Do'stlarimiz shu yerda hammasi ishlashyapti. Endi avvalambor bugungi ilmiy ishga opponentlikka taklif qilganim uchun ilmiy rahbar, izlanuvchi ilmiy rahbarga o'ziga minnatdorchilik bildirgan holda bevosita ilmiy ishning tarkiziga o'tadigan bo'lsak, hurmatli rais, birinchi rasmiy opponent juda ham batafsil to'xtalib o'tgani uchun ruxsat bersangiz, men sal qisqacharoq qilib o'zim xulosalarimni aytib o'tsam.
Man dissertatsiya ishi juda ham aktual mavzularga bag'ishlangan. Bolalarda Gishmun kasalligini chirkib davolash 100 yildan ortiq davom etayotgan bo'lishiga qaramasdan, haligacha ham to'liq o'zining oxirigacha yechimini topmagan. Ayniqsa endi bu kasallik bilan shug'ullanish deyarli barcha viloyatlarda shug'ullanib boshlaganlarga qaraganda, Toshkent davlat tibbiyot universiteti bolalar xirurgiyasi klinikasidagi markazga endi asoratlangan bemorlarning yig'ilib qolishi bu tabiiy. Aynan shu asorat bolalar Gishmun kasalligining asoratlarining tahliliga bag'ishlangan ilmiy ish haqiqatdan bu dolzarb mavzu hisoblanadi. Ilmiy ish yetarlicha katta materialda amalga oshirilgan. Izlanishi nafaqat o'zining klinikasida bajarilgan bemorlardagi uchragan asoratlarni, balki boshqa klinikalardan kelgan asoratlangan bemorlarningdagi asoratlarning ham uchrash sabablarini tahlil qilishga uringan va bu bo'yicha yetarlicha o'zining xulosalarini chiqarib bergan. Ilmiy ishda bajarishda bemorlarda anchagina zamonaviy tekshirish usullaridan qo'llanilgan. Bular chanoq a'zolarining MRTsi, o'sha chanoq a'zolarining puborektal mushaklarning ultratovush tekshiruvlari, irografiya va sfinkterometriya kabi bir qator zamonaviy tekshirish usullaridan foydalanilgan. Ilmiy ishlarni tahlilda qo'llanilgan statistika ma'lumotlari ham, statistika tadqiqotlari ham aynan dissertatsiya ishlariga qo'yilgan talablarga javob beradi. Hurmatli Alisher Mo'minovich, ilmiy ish bo'yicha kuzatuv davomida bir qancha manda ayrim e'tiroz va kamchilik kuzatilgan edi. Biz bu bilan izningiz bilan uni batafsil ko'rib chiqdik va bu ko'rib chiqish jarayonida izlanuvchi tomonidan to'liq bartaraf qilindi. Hozirgi vaqtga topshiriladigan variant bo'yicha menda hech qanday e'tirozlar yo'q. Ruxsat bersangiz o'zimning xulosamni o'qib eshittirsam, Ne'matov Alisher Shermuhammedovichning bolalarda Gishmun kasalligida qorin oraliq proktoplastikasidan keyingi asoratlar sababi ularni korreksiya qilish uslublari mavzusidagi dissertatsiya ishi tugallangan dolzarb ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, mavzuning dolzarbligi, ilmiy ishning salohiyati, unda bajarilgan tadqiqot usullarining ishonchliligi va erishilgan ilmiy natijalarning mohiyati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyada qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Muallif esa 14.33 bolalar xirurgiyasi mutaxassisligi bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Safoyev Otabek Qodirovich, Urganch davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgiyasi kafedrasi mudiri. Otabek Qodirovich, katta rahmat. Marhamat, savollarga javob bering. Assalomu alaykum, Otabek Qodirovich. Sizga opponent bo'lishga rozi bo'lganingizga va dissertatsiyamizda chuqur tahlil qilib, o'zingizni qimmatli maslahatlaringizni berganligingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Sizga oilaviy xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat domla. Rahmat. Marhamat, yana so'zga chiquvchilar bormi? Mana shu dissertatsiya yuzasidan qo'shimcha variantlar bormi? Norozilik yo'q, tushunarli. Rahmat. Shunda ilmiy norasmiy opponentlar savollariga hozir javob yo'q. Shuning uchun yakuniy so'z boshlaydi. Unimcha demak biz sanoq komissiyasini raisini tanlab olishimiz kerak. Takliflar Mirzakarim Bahromiddin Halimjonovich. Birozdan tasdiqlab qo'yishinglarni so'rayman. Marhamat, Bahromiddin. Marhamat, sizga so'z. Madam Mo'minovich, sizga va Andijon davlat tibbiyot instituti ilmiy xodimlariga, Nishona Murodjon Fozilovichga, ilmiy rahbarim Odilbek Tojiddinovichga, kafedra mudirim Rahmatulloyev Akmal Abadbekovich, bo'lim mudirim To'rayeva Nodira Nazarovnaga, xususan ota-onamga shunday sharoitlar yaratib berishganiga hammaga minnatdorchilik bildiraman. Avvalo bizga bergan ishonchinglar uchun, o'zimizni ko'rsatish uchun, ilmiy ishimizni tadqiq qilib, shu amaliyotlarda qo'llashga imkon berganingiz uchun sizlarga rahmat. Va biz bu holat bilan to'xtab qolmaymiz. O'z ustimizda ishlab, jamiyatimizga va aholimizga sifatli va malakali tibbiy xizmat ko'rsatishni davom etishga va'da beramiz va harakat qilamiz. Avvalo rahmat hammaga. O'tiring. Demak, savol berish uchun marhamat. Hurmatli gruppaga tashlab qo'yildi. Ovoz berish so'zlaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash qatnashchilari. Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga talabgor Ne'matov Alisher Shermuhammedovichning dissertatsiya ishi bo'yicha onlayn tarzda yashirin ovoz berish uchun hisob hay'atiga saylandi. Xo'p, ilmiy kengash tasdiqlangan tarkibi 11 nafar kishidan iborat. Ilmiy kengash tarkibiga qo'shimcha ovoz berish huquqi bilan hech kim kiritilmagan. Yig'ilishda kengash a'zolarining 11 nafari barchasi ishtirok etyapti. Bulardan 7 nafar muhokama etilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha fan doktori hisoblanadi. Ovoz berganlar 11 ta. Onlayn tarzda yashirin ovoz berish natijalari: Ne'matov Alisher Shermuhammedovichning tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun ovoz berganlar soni 11 ta, rozilar 11 ta, qarshilar yo'q. Rahmat. Qarshilar betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlaymiz. Marhamat, mansifiy belgilar ko'rsatish xulosa ro'yxati bilan tanishlik uchun ijrochiga beriladi so'z. Marhamat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, Ne'matov Alisher Shermuhammedovichga ham loyihasi va belgilar jo'natilganida gruppaga. Bunga e'tirozlar, kamchiliklar bormi? Qabul qilamiz asos uchun. Bo'lmasam, tasnifli belgilarga o'tishga ruxsat berasizlar. Birinchisi, dissertatsiya natijalarini tavsiflab. 1-2. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 2-1. Dissertatsiya natijalarining qiymati. 3-2. Dissertatsiya mavzusi rejalashtirilgan ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liqligi ustidan 4-2. dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalaridan foydalanish darajasi. 5-2. Va oxirgisi 6-si dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalaridan keng qo'llanmali foydalanish bo'yicha tavsiyalar. 6-1. 6-1. A'zolari xulosani tasdiqlab qo'yishlar tilayman. Qarshilar betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Ularning nomingizdan Ne'matov Alisher Shermuhammedovichga va uning ilmiy rahbari Odiljonga muvaffaqiyatli himoya bilan taqdim etishga ruxsat berasizlar. Umid qilamizki, bu ish oliy assotsiatsiya komissiya doirasida juda yaxshi qo'llab qo'yiladi. Rahmat. Kun tartibidagi masalalar hurmatli kengash yakunlandi. Yig'ilish o'tkazish bo'yicha savollar bormi? Yo'q. Bugungi ishtirokingiz uchun barchangizga minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat. Sog' bo'linglar.